Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Bugun bog'imizda shaftollar tagiga ariq olish jarayoni ketyapti. Mana bu ariqchadan suv chiqqani qonmadi, yo'g'ilib ketdi, rojini o'rdib olib chiqqandik. Ikki marta yurilsa chiroyli bo'lib qanday ariq bo'lib qolyapti. Mana bu yerda suvlar jildir-jildir oqaveradi. Suvlar qo'yib o'g'itlar olsak, mevalarimiz Xudo xolasa chiroyli bo'lib mevalar iriklashadi. Mana bu narsa Xoramzada deyiladi-yu. Videoda aytdim, o'tgan safar videoda. Mana shu Xoramzada bo'lgani ham yaxshi. Bu mana qaniydi. Bitta shoxda mana shu shox bo'layotgan bo'lsa, mana shu shox to'laydi. Mana qaniydi. Mana bitta bo'layotgan bo'lsa, xuddi shu shoxga o'xshagan, mana bitta mana Xoramzada bo'lib qolgan. Mana shu mevamiz irik bo'ladi. Mana menga qaraganda, mana bu shoxga qaraganda. Xullas shunaqa gaplar. Kecha ovozim g'alatiroq turadi. Tomoq o'rib turadi. Kecha Qulpinoy bog'imizda qulpinoy yeb, ichi tomoq o'rib qoldi. Ariqlar o'rdik mana. Chiroyli suv qo'yish jarayonida mana. Apparatlarda dadam haydashyapti mana. Like, komment, podpiska bo'lishingizdan chiqmasin. Sizlar uchun harakatda.